Azamat qanaqa kitmiş dedi. Voy jalab. Kimdir u? Bilmayman jalab kimdir labida pa bos. Benim o'rnima sen istaysan. Ey sen de bul. Qo'yib qising men o'ynayman degan jo'qmi ne? Somsa Ey, o'ynayapsan. somsa eshit. Birinchi shartim. Qo'limni yalaysan. Qo'limni yalaysan. 3 marta qo'limni yalaysan. O'tiribdilar hozir Sardor 1 minut odam to'planib tursa. Ey, Zamira bilan o'yin bor. Luqshaman, mana shu o'tiribdilar, necha 2 minut qoldi. Men kuzatib turibman. Ha, kalingga qo'tag'im. Aktivni tushirasan, u Luqshamanga berib tur, Luqshamanga. Aktivni tushirasan. Basarin tortmaydi seni. Efir battle o'ynaydigan payti podдержка qilgan hammasi ertalabgacha kut bo'lib qolsin. Omini yesin patalash qolganda bo'lsin bu. Patalash qolganda bo'lsin. Zamira bilan u battleimiz bor. Zamira bilan. Luqshama shu o'tirib tursin. Luqshama odam yig'ib olib. Sardar telefonni mendagi bang qo'yar tashlaymiz, zapravkasi bor ekan. Sardorni otasiga rahmat. Nashrni yetkizdi mana shu bolani. Sen qo'taqni ham tushunmaysan, ey. Otasiga ming rahmat mana shu bolani, ey. Nechta odam, ey, qabristonlargacha biladi. Asfalt tashladi kalingga qo'tam. Birorta videosini qila olmaysan buda. Otasiga rahmat. 40 yil bo'libdi bitta choldi kampir o'lganiga 40 yil bo'libdi. 40 yil Mo'g'ulistonga borgan. Malades otasiga rahmat. Mana endi boribdi. Sardorga rahmat. Xotinimni ko'rgani bordim dedi, qabrini dedi. Yuvib ketdi qabr dedi. Yo'llarda ko'rganiga rahmat. Mana ikkita kutni paxta qo'yishini qaranglar. Yo sher dedingda kalingga qo'tag'im so'rachi sher uramiz. Bo'lmasa yomonlay boshlaymiz. Odam Sher urasanmi? 40 yil bo'libdi. Idin naxoy deyapti. Odam bo'lmaydi bu Sardor. Hech qanday odam. Siga. Mana sen boshlaydi. Qora kuyib ketdi inshaalloh. Hamda ustida jon bergan o'sha yerda. Odam bo'lmaydi. Ishib turgan. Yana bitta so'rachi mavjud hazlashgan urar. Urasanmi deyapti. Lekin istarali bo'l, ey. Idin naxoy deyapti. Omma ko'ngli yumshoq bo'l, ey. Omma ko'ngli yumshoq. To'xta. Nima dedingiz Sardor? Zapravka beton mana. Mana. Ey, otingga rahmat seni. Otingga rahmat. Mana. Ey, sen bunaqa odam tug'iladi, ey. Onangga rahmat. 3 asrda bir tug'ildi. Sen ham dadangga o'xshagan bo'lsin. Haqiqatda shunaqa ota-onang bilan bir xil insonlar bo'lsin. Taqdiringga ajoyib ayol yozilsin. Ananga chiqami? Baxtingni ko'raylik. Mana de. Sardordaqa odam bir marta tug'ildi, qaytib tug'il so'zlarini o'ltirishib yuboradi. Otasiga rahmat. Qaytib tug'ilmaydi bunaqa odam. Qizini bergan odam ham afsus qilmaydi. Shundoq kuyib oldi. Uylarini beton qilib tashladi. Uylarini bemalol qizlaringni berib Ha, nima bo'lsa ham bugun patalashni oxirigacha buzish nasib qilsin senga aziz. Shuni so'raymiz. Kallingga qo'yib. Mana shu bola juda sovuq bola ekan, kallingga qo'ta. Juda sovuq bashara bola ekan mana. Sen bila qaysi yili tug'ilgansan, kallingga qo'ttag'im. Iloyim o'sha yili odam tug'ilmagan. Enang ko'ttigasiga sen tug'ilgan yili bila. Endi u yilda odam tug'ilmaydi, dalbayob. Qaysi yili tug'ilgansan? U yilda odam tug'ilmaydi endi qaytib, dalbayob. Seni miyingga qo'ttag'im kirdit bashara bila. Cho'shak miyingga seni bila. Kallingga qo'ttag'im bila. Basharani kadastri ham tugab qolibdi. Mana kallangizga sizni ham bila. Kallangizga sizga bila. Ya, meni buni bir sikishimiz kerak.